Mana oddiy angren ko'mirini soldik hozir. Angren ko'mirini ham zo'r yoqayapti. Ko'mir tanlamas ekan. Mana pechkani olib kelib o'rnatib oldik, ishga soldik bugun. Olib kelganimizga bir 10 kun bo'ldi. Mana oddiy angren ko'mirini soldik hozir. Angren ko'mirini ham zo'r yoqayapti. Ko'mir tanlamas ekan. Ustanovkalarini go'zal holatda ustamiz o'rnatdi. Mana gradusimiz 58. Shu holatda ham batareyalarimiz issiqligi juda ham yaxshi siyapti. Orqalarida ventilyatorlari bor. Zavodskoy deb chiroyli bizga ham maqtab berishgan edi. Aytganday bor ekan, zo'r istayapti. Hech qanaqa bir narishina yo'q. Zavodskoy bir kamchiliklari yo'q ekan. Zo'r ishlayapti. Bizga yoqdi 100%. Oladiganlar bemalol ko'ngli to'q savdo qilib olsa bo'laverar ekan. Yaxshi ekan. Sizlarga ham rahmat.